小分队 Mal yetkizgichi maxluqning kechikishi. Ha, Govo. Sen birdan 5 kishi bo'lgansanni keyindan oldin sanay olamsan. Bu oson gap qo'y, Markes. To'xtab tur, Nim bo'g'itdi. 5 oldisan nim bo'g'itdi, 4. Uning oldisan 3. O, qandaq sanayotganingni faqat bilanmadim-ku. Tuzukroq sanag'ana. Bo'ladi, amsa boshladim. 5. 5ning oldisan 3. 3ning oldisan 4. 4ning oldisan 2. Bayağı hata sanadın Govo. Amsa to'g'risi sanay. 5, 4, 3, 2. Chiqaraq ekran hamisha Govoni qo'rqitib yutadi. Chiqaraq ekran? O, Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Bu o'yinchiq mastani maxluq ekan. U har kuni o'yinchiq o'ynashni yaxshi ko'radi. To'g'ri dedinglar, ha shunda g'alati maxluq matematika atirdilar. Sizga qanday yordam kerak? O'yinchiq mastani maxluq. Aslida bugun men yangi bir o'yinchiq topshirib olatdim. U bo'lsa-mu o'yinchiq mashina maxluqi. Biroq mol yetkazadigan maxluq hozirgacha molni akilib bermadi. U bu vaqtga akilib bo'lsa bo'ladi. Chota xo'pdi. Sizlar mol yetkazadigan maxluqni tepib bersanglar bo'lamdi. Mushundaq bo'lsa men o'yinchiq mashina maxluqimni topshirib olgan bo'lardim. Biz chuqur yordam qilamiz. G'alati maxluq matematika atirdilar asli yo'lga chiqadi. Bek yaxshi bo'ldi. Amsa tezroq kelinglar. Biz mol yetkazadigan g'alati maxluqni topaylik. Shunday qilsak o'yinchiq mastani maxluqi ya o'yinchiqni tezroq topshirib olaydi. Biz chuqur hal qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilsa qalamsiz bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam beradi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, ta'tir sanab kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Ta'tir sanaq. Hozir emas-ku. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingda anlatmasam bo'ladi. Ma'qul, unutib qopdimi? G'alati maxluq matematika atirdilar. Biz o'yinchiq mastani maxluqqa mol yetkazgichi maxluqni tepib beraylik. Shunda qilsak, uning o'yinchiq mashina maxluqini tepib beralaymiz. Maxluq matematika atirdilar. Sizlarning kelganinglarni ko'rib intayin xushal bo'ldim. Mol yetkazadigan maxluq aslida bu bekatdan, ya'ni birinchi bekatdan boshlab mol yetkazadi. Men uni ko'rmadim-ku. O'yinchiq mashina maxluqimni ko'rmadim. U qayerga ketgandi? Hey, qaranglar, usulchi maxluq kelyapti. O barliq usul harakatlarini biladi. Belki o mal yetkazgan maxluqni qayerdan topilib bo'lganligini bilishi mumkin. Uning amali bek ko'p. G'alati maxluqlar, sizlar qanday usul o'ynamoqchi? Men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Muzikaga ergishib tolg'ininglar. Sakrab taqlab eng oxirgi bekat, ya'ni 5-bekatga beringlar. Mal yetkazadigan g'alati maxluq bugun aks yo'nalish bo'yicha mal yetkazadi. O eng oxirgi bekatdan boshlab aks yo'nalishni menib mal yetkazmoqchi. Sizlar tezroq 5-mashina bekatiga beringlar. Tezroq menglar. Sakrab taqlab menib uninga tezroq yetishib olinglar. Rahmat sizga usulchi maxluq. Anladinglarmi do'stlar? Biz sakrab taqlagan holda 5-bekatga berishimiz kerak ekan. Mal yetkazadigan g'alati maxluq bugun eng oxirgi bekatdan boshlab mal yetkazadi ekan. Biz hozir birinchi mashina bekatida. Keling do'stlar, biz birlikda sakrab taqlab manga yo'l bo'yidagi bekatlarni sanab boqaylik. Ikkinchi numaraga bekat. Üçüncü numaraga bekat. Dördüncü numaraga bekat. Beşinci numaraga bekat. Mal yetkazadigan maxluq bilan mening o'yinchiq mashina maxluqim qayerdadir? Men tez yo'llanmaning posolkalarini ko'rdim. Ana oviyadi ekan. Demak, u biya kapti. Biroq men o'yinchiq mashina maxluqimni ko'rmadim. Usulchi maxluq bizga eng oxirgi bekatdan boshlab mal yetkazganligini degan. Anin aks yo'nalish bo'yicha mal yetkazadi deganti. Ya'ni biz kaynimizga yetib uning yetishib olaylik.
Biroq biz 5-bekatdan qandaq aks yo'nalish bo'yicha mangamiz. Sizlar raqamlik maqluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati vaqt matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ta'tur sana. Ko'pchilik tayyorliginglar bitdimi? Biz birlikda deyli. Men 3 ga sanayman. 1 2 3 Ta'tur sana. Ko'rdinglarmi? Biz buni qilavdik. G'alati maxluq matematik hukmlar ko'rsatib keldi. Bir kichik g'alati maxluq palampaga chiqmoqchi. U to'pni egiz urdi. 1 2 3 4 5 u oxir chiqaladi. Apla, uning to'pi tushib ketdi. To'pni qanday qilib qaytarib kelalaydi? Amal tepildi. To'p hozir birinchi peshtaxta. Ta'tur sanab palampaydan tushsa, to'pni topalaydi. Kichik maxluq hozir 5-peshtaxta. Dal mushu yerdan boshlab ta'tur sanab bu sanab palampaydan tushishi kerak. 5 4 3 2 1 To'pni oxir tepib oldi. Rahmat sana matematik ko'rsiz ekrani bizga bek cho'ng yardım bo'ldi. Biz hozir 5dan boshlab ta'tur sanaq sanashni bilib oldik. Shundaq. 5 4 3 2 1 Bak qisqarlikka. Men shundaq deyalaymanki, biz aks yo'nalish bo'yicha sanaq sanasak, biz cho'qim mashina bekitiga bora olamiz. Ya'ni mening g'alati maxluq mashina o'yinchiqimni topa olamiz. Ta'tur sanaq degan matematik bilim bo'lgandan Biz birlikda g'alati maxluq matematik hukmini ishlataylik. Bo'ladi matematika atrofdagilar biz hozir 5-nomerlik mashina bekitida mal yetkazgan maxluqning aks yo'nalishi bo'yicha mal yetkazganligini bildik. Biz kaga yo'limizda bo'ylab kaynimizga menib aks yo'nalish bo'yicha qaytib kelsak bo'ladi ekan. Yo'l bo'yi aks bekat yo'nalishini sanasak bo'g'idek. Amisa uni tezroq yetishib olaylik. Biz mangayli matematika atrofdagilar biz bilan birga aks soni sananglar. 5 4 Qaranglar, bu yerda pochta yo'llamasi bor ekan. Demak, model tuzgan maxluq bu yerga kelibdi, biroq u ketib qolibdi. Uning ustiga u o'yinchiq mashina maxluqini bu yerga qo'yib qo'ymabdi. Biz davomli keyinga yonaylik, do'stlar. O'yinchiq mashina maxluqim yo'q. 2 o'yinchiq mashina maxluqim yo'q. 1 Biz keldik. Kaynimizga yenib, birinchi bekatga keldik. Lekin bu yerda hech bir po'sliq yo'q-ku. O'yinchiq mashina maxluqimmi yo'q? Ha? Voy. O nima? U oxiri keldi. Maliyat yaxshimisizlar? G'alati maxluq matematika atirdikilar. Men mal yetkazadigan maxluq. Sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Biz sizni izlayotgan. Tez yo'llar meni og'il kelgan. U bo'lsa mashina o'yinchiq maxluq. Mana bu yerda. Kaçınlar, men kechikib qoldim. Ba'zi vaqtlarda men gangirab qolaman, lekin men bugun to'g'ri yetib kelganda qilaman-chi bu. Meni siz xatolashmadingiz. Mening mashina o'yinchiq maxluqim. Men uni bak yoqtirdim. Rahmat sizga. Bo'ldi, kayninglarga, ko'pchilik kayninglarga turinglar. Men hozirlab uchaman, hozirlar. Bir ish bo'ldimi, mal yetkazgan g'alati maxluq? Bugun siz ozroq o'zingizga o'xshamaydigan bo'lib qolibsiz-ku, To'g'ridirlar. Men uchish vaqtimning ta'tur sanashni unutib qoldim. Vaqtni ta'tur sanash degan nima? Men 5dan boshlab ta'tur sanab toki 1ga sanaydim. Biroq men birini sanagan vaqtda 3ni boshlaydim. Sanoqni ta'tur sanayamsam uchamayman. Biroq qanday ta'tur sanarni sanaydiganligini unutib qoldim. O'ylab baqsam, menmi unutib qolibman. Qanday ta'tur sanaydi? Qaranglar, matematik ko'rsiz ekrani kelibdi. U bizga 5dan boshlab ta'tur sanashni o'rgatib qo'ydi. Oldi bilan tartib bo'yicha sanash. Biz birlikda sanaylik. 1 2 3 4 5 Endi aksini sanaylik. Boshlaylik. 5 4 3 2 1 Rahmat sana matematik ko'rsiz ekrani. Biz qanday sanashni o'rganib oldik. Biz sanlarni Biz maliyatizga g'alati maxluqqa 5dan boshlab ta'tur sanaqni sanashga yordam beraylik. Bu shunday qilsak, u ucha oladi. Ta'tur sanaq sanashga tayyorlaninglarmi? Bek yaxshi bo'ldi. 5dan boshlab ta'tur sanaq boshlansin. 5 4 3 2 1
Oo, adal muşundaq tədbir sanaq sanaydım. Əmdi isimge alalıdım. Kaynanlar durunla. 5, 4, 3, 2, 1. Ne mangdayım, nurgulgan postuluklarını yollamasam bulmaydı. Qoyaqı meniş isimde boğan bolsa yaxşı bolatdı. Rəhməsiləgə xeyri xoş. Qəliti məxluq matematika ətirdidikilə. Xeyri xoş, maliyet yuzgan g'alati maxluq. Maliyet yuzgan g'alati maxluq. Oyunchiq mashinamni o'ynab beqishni xohlamsiz? Xohlamsiz? Albatta xohlayman. Albatta. Shundoq deyishingizni kutib turgan. Vah. Menimce Go'u oyuncak maşinini oynamay. Maşina Go'unu oynag'il turibdi. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atirdikilar. Biz oyuncak mashinani maxluqqa maliyet yuzgan maxluqni deb berdik. Hamda uni oyuncak mashina maxluqini deb berdik. Biz ta'tir sanaq munosabatli bilimni o'rgandik, shunga g'alaba qildik. Şuna albatta biz g'alati maxluqlarning usuli orqali olqish yo'rtayli. Hammasi 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alaba qildik.